Tasavvur qiling, siz hamma yiqqan tergalaringizni olib Free Fire'ga donat qildingiz va jackpotdagi hamma musor narsalarni tushirib oldingiz. Endi siz xursandsiz. Yo'q, juda ham xursandsiz. Almazlaringiz tugadi, ammo ertasi kuni Sakura nabori kelib turibdi-da. Ana shunday holat bo'lmasligi uchun siz Free Fire yangiliklarini oldindan bilishingiz kerak. Bularni esa albatta bugungi videoda bilib olasiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Bu King Fire kanali bolalar va biz bugungi videoda Free Fire haqidagi top va yangiliklarni ko'rib o'tamiz. Albatta videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna qo'yish esdan chiqmasin. Demak, sizlar tayyor bo'lsangiz, men tayyorman. Biz bugungi videoni boshladik. Oxirgi paytlarda bilayotgan bo'lsalaring kerak, har 2 kunda bir yangi sabitiya, yangi jackpot, yangi bir bepul narsa beryapti. Jackpotlarda to'g'ri bepul berayotgan narsalar unaqa zo'r emas, lekin jackpotdagi narsalar zo'r. Albatta ko'pchilik o'zi yangi animatsiya, yangi kulaklarni kutyapti. Bularning hammasini bugungi videoda aytib o'taman va yangi kelayotgan futbolni eventni ham to'liq obzor qilamiz. Albatta birinchi bo'lib Boyaqpasdan boshlaymiz. Birinchi bo'lib Boyaqpasni obzor qilsak. May oyining Boyaq propuskini to'liq obzor qilamiz. Ko'pchilik so'ragan. Jenskiy nabor mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi bolalar. Jenskiy nabor yomon emas. Endi biz Jenskiy naborda o'ynamaymiz. Qizlar o'ynaydi-yu. Qizlar uchun yaxshi loot boxga skin bepul bo'lsa bo'lar ekan. Doimgidek musor. E'tibor qilmaymiz bunga. Davom etadigan bo'lsak, mana bunaqa profilga skin ekan. Profilga skin ham yomon emas, har holda bepul. Tok uchun skin bu mashinada yuradiganlar odatda botlar yursa kerak mashinada. Bilmadim yana. Davom etadigan bo'lsak, mana bunaqa nima bu loot boxga skin ekan. Loot boxga skin uchun zo'r bu. O'zi bolalar oxirgi paytlarda kelayotgan bu propusklar yaxshi emas, lekin menga yoqmayapti uncha. Hop, granataga skin olsa bo'lar ekan. Granataga skin yaxshi, yomon emas. Keyingisini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bunaqa profilda qolgan qismini olsa bo'ladi, yomon emas. Va FAMAS uchun skin chiroyliroq qilishga harakat qilishibdi, lekin chiroyli qilish olmabdi. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi pichoqqa skin. Pichoqimdan yaxshiroq skinim bor, menga kerak emas. Mana bunaqa bepul maska bor ekan. Bu maskani hech o'ynaydigan odamni ko'rmadim bunaqa maskada. Bilmayman nima uchun bepul berishadi. Mana bunaqa sumka juda qo'palga o'xshar ekan. Meni ko'zimga shunday ko'ryapti, bilmadim. Davom etamiz. Keyingisi 80-levelda mana bunaqa Skyjetga skin ekan. Skyjetga yaxshi animatsiya berishibdi, yaxshi dizayn qilishibdi. Zo'r. 90-levelda esa mana bunaqa emotsiya, tipa haykalga aylanib qolyapti. Yaxshi emotsiya, yomon emas, video olishga bo'ladi. Va nihoyat 100-levelda mana bunaqa mujskiy nabor, chotki, krossovkasi, shimi menga yo'qdi, sochi ham normalniy. Badanini aytmayman, lekin bepul narsalar doimgidek musor kuyar, lekin albatta agar premiumini sotib olsalaring, yaxshiroq narsalar olsalaring bo'lar ekan bolalar. Aslida iyun oyini ham Boyaq propuskini obzori bor edi menda bolalar, lekin hozir obzor qilgan bilan foyda yo'q, hali 2 oy bor. Shuning uchun ham video uzayib ketishi mumkin, boshqa yangiliklarda aytishim mumkin, sizlarning vaqtlaringizni o'g'irlashni xohlamayman. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyingi videoda iyun oyini Boyaq propuskini albatta obzor qilamiz. Ana endi esa mavzuni magitskiy kublarga almashtirsak, ya'ni qachon magitskiy kub yangilanishi haqida gaplashamiz. Oxirgi yangilanishda ham magitskiy kubga unchalik yaxshi naborlar qo'shilmadi, ya'ni ko'pi musor yokida bir yaxshi chiroyli emas. Hech kim Garenaga ham old naborlarni qaytar demaydi, shunchaki chiroyliroq naborlar kelsa, o'yinchilar uni magitskiy kubga olib o'ynardi. Emboli o'tgan yangilanishda bepul magitskiy kub ham berildi. Endi esa ko'pchilik savoliga javob beraman, qachon magitskiy kub yangilanadi. Magitskiy kub odatda faqat yangilanishdan keyin yangilanadi. Yangilanish esa 24-iyun sanasida bo'lar ekan. Ya'ni Free Fire'da 9 yillikka bag'ishlab yangilanish bo'ladi. To'g'ri, ba'zi paytlarda yangilanish kelishidan oldin ham magitskiy kub magazini yangilanadi, lekin u paytlarda bitta yoki ikkitagina nabor qo'shiladi. Polni yangilanishi uchun esa yangilanish kelishi kerak. Endi sizlarga men o'zlaringizga prosta maslahat berishim, biroz kutsalaring, most kelasi yangilanishda yaxshiroq naborlar qo'shilishi mumkin, lekin garantiya berish qiyin, yana shu musor naborlarni qaytarishi ham mumkin. Ana endi esa Zolotoy jackpot yangilanishida qanaqa nabor qo'shiladi, qanaqa yangilanadi, buni ham ko'rib o'tamiz. Free Fire'ga kirib oldik va hozirgi Zolotoy jackpotda jenskiy nabor bor ekan.
Bu degani demak kelasi yangilanishda Mujski nabor qo'shiladi, lekin aynan qaysi nabor qo'shilishini aytish qiyin, chunki hali Zolotoy Jackpot yangilanishiga 25 kundan ko'proq vaqt bor ekan. Hech qanaqasiga bu Zolotoy Jackpotga qaysi nabor kelishini 1 oy oldin aytib qo'yib bo'lmaydi. Bunaqalar to'g'ri video qilayotganlar bor, lekin ulardagi fake просто like yig'ish uchun. Osh to'g'ri bo'lib chiqishi ham mumkin, lekin biz fol ochmaymiz. Biz to'liq 100% ma'lumot aytaman. Ko'rinmas debdi. Ko'rinmas. Demak, Zolotoy Jackpot yangilanishiga 1-2 kun qolgan payt men albatta video qilaman, yoki-da agar video qilmasam, bemalol men Telegram kanalimga kirib ko'rib olsalaring bo'ladi. Telegram kanal silkasini esa описаниеda albatta qoldiraman. Yana bir dolzarb savolga javob beraman. Otlar qani deb ko'pchilik so'radi. Ko'pchilik endi yangilik aytadigan youtuberlar, shaxsan o'zim ham video qilgandim, albatta Free Fire'ga ot qo'shiladi deb. Keyin ko'pchilik obunachilar mendan so'radi, "Aka, aldadingizmi, like uchun bo'ldi" deb. Yo'q, hech qanaqasiga aldamadim. Hattoki botlar chiqish sanasi ham bor. 8-maylarda bot Free Fire'ga qo'shilishi aniq. Yana ko'pchilik mendan so'radiki, bu otga agar otib tashlasa-chi, otib tashlasa ot uladimi deb. Yo'q, mana otib tashlasa ot qochib ketadi ekan va g'oyib bo'ladi ekan. Yana otlar haqida hammani qiziqtirgan savol: otlar butunlayga Free Fire'ga qo'shildimi yoki bitta yangilanishgami? Juda katta ehtimol bilan otlar butunlayga o'yinga qo'shildi, chunki otlar uchun mamlakat shakldagi skinlar ham chiqarildi. Endi agarda bitta sezonga bo'lganda bunaqa skinlar chiqarilmas edi. Va nihoyat bizni yaqin kunlarda kutayotgan event, ya'ni Free Fire Gintama bilan hamkorligida keladigan event haqida gaplashamiz. Bu event haqida ham juda ko'p obunachilarim mendan so'radi va bu event nima, o'tgan videolarimda hattoki obzor ham qilib bergandim. Lekin bepul nabor qaysiligini aytmagandim. Bepul naborni birozdan keyin ko'rsataman. Bu event esa 27-aprel sanasida kelishi kutilmoqda. Bu eventdagi yagona screenshot mana shu va bunda Gintoki eventi ekan. Qolganlari jackpotda keladi. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, Gintoki nabori bu yerda bepulga beriladi. Ko'pchilik mana bu tovuqli naborni bepulga beradi deb o'ylagandi. Mana endi buni ham odamlar jackpotdan yutib olar ekanda. Albatta o'zingizning fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Bepul nabor sizga yoqdimi va shu tovuqli naborni siz jackpotdan yutib olgan bo'larmidingiz? Endigi navbatni futbolni eventni obzoriga bersak va bu oxirgi yangiliklardan bittasi, shu sababdan ham video yakunlanayotganini sezgan holda albatta obuna bo'lib videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Futbolni event iyun oyida boshlanadi va unda Factory futbolni stadionga aylantiriladi. Undagi event esa mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mamlakat takoy formalar, emotsiyalar qo'shiladi, mamlakat znachok, mamlakat kiyimlar har xil qo'shiladi. Endi to'g'ri bu event 4 yilda bir marta bo'ladi, shuning uchun bu eventni yaxshi kutib olish kerak. Demak, eventdagi buyumlarni bittalab ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi sovg'a mamlakat kupon bo'lar ekan, qaysi jackpotda aylantirishga bo'ladi. Bundan tashqari mamlakat soобщениялар beriladi. Soобщенияларni o'zlarini eshitamiz. The field, let's score. Goal! Red card, enemy eliminated. Booyah! Demak, keyingi sovg'ani ko'ramiz. Keyingi sovg'a mamlakat znachok bo'ladi. Znachoyda bilasizlar nimaligini. Keyingi sovg'aga o'tamiz. Keyingi sovg'a mamlakat loot boxga skin bo'ladi. 4-sovg'a bo'lsa mamlaqa M2 uchun yonadigan skin bo'ladi. Buni qo'lga ushlasa ham bo'ladi. Skin yomon emas, rang-barang, chiroyli skin bo'ladi. Bepul. Bundan tashqari mana pistoletlar ham bepulga beriladi. Ularni ham bemalol ko'rib chiqishlaring mumkin. Oxirgi 5-sovg'a mamlaqa jenskiy nabor. Jenskiy nabor biz ishlatmaymiz, qizlar uchun yaxshi nabor. Bu bepul narsalardan tashqari bir qancha jackpotlarga emotsiyalar, kiyimlar keladi, hatto mamlaqa stenka keladi. Stenka endi bepulga bersa ham yaxshi bo'lardi-yu, buni bepulga bermaydi. Bu jackpotda kelsa kerak men fikrimcha, lekin yomon emas stenka. Bundan keyin mamlaqa stenka kelar ekan, bu stenkani o'rtasiga menimcha g'olib komandani znachok bo'lsa kerak. Yana bilmadim, mamlaqa emotsiya qizil kartochka beradigan va bir qancha chotki emotsiyalar, hattoki mamlaqa animatsiya kelar ekan. Chotki amasi va albatta mamlaqa var ko'radigan emotsiya va такой прикольный emotsiya ekan, lekin menga yoqdi. Mamlaqa sumka, futbol o'ynab turadigan sumkada. Keyin mamlaqa futbolkali jackpotlar kelar ekan, bu futbolkalar orqasiga sizlarda Free Fire'dagi niklaring tushirilgan bo'ladi, chotki bo'lar. Bundan tashqari mamlaqa futbolkali jackpot ham keladi. Bularda aniq chiqish sanalarini albatta keyingi videolarda yoki Telegram kanalimda aytib o'taman.
Futbolning event haqida dastlabki ma'lumotlar shulardan iborat edi. Balki keyingi videolarda yana to'liqroq ma'lumot berarman. Endi esa biz yaqin kunlarda kelishib kutilayotgan sabutiyalarni, chiqish sanalarini ko'rib o'tamiz. Va albatta sezganingizdek video oxirlab qoldi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Demak, birinchi bo'lib animatsiyani chiqish sanasi haqida gaplashsak, 19-aprel sanasidan onaqa suvli animatsiya bo'lar ekan bolalar. Kaleso Fortuna jackpotida tushirib olish uchun eng ko'pida 1,5 ming almas ketadi, eng kamida esa 9 ta almas. No, animatsiya chotki bolalar. Animatsiyani his qilishlaring uchun yaqinroqdan ko'rib chiqamiz. Mana chotkiligini tushunib ollaring bolalar. Demak, keyingi yangilik o'tamiz. Va'da qilganimdek, kulaklarni ham chiqish sanasini aytaman. 21-aprel sanasida mana shunaqa suvli va olovli kulaklar magazin Moko degan jackpotda kelar ekan. Bularda bittasini tanlab tushirib olsalaring bo'ladi bolalar. Agarda sizlarda bu kulaklar bo'lsa, ya'ni bu kulaklar yangi emas, o eski kulaklar kelyapti. Boshqa sovg'alar tanlab ham tushirib olsalaring bo'ladi. 23-aprel sanasida oltin ayiq nabor keladi. Mana bunaqa kachog ayiq ekan bu. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi jackpot. Buni bilmayman nechta papiskada tushirsa bo'ladi, lekin nabor yomon emas. Jenskiy nabori ham bo'ladi. Takoy snayperga skin va albatta sumka bo'ladi ekan bu jackpotda. Bittalab obzorni ko'rib chiqinglar bolalar. Bundan tashqari 25-aprel sanasida mana bunaqa ikkala emotsiya keladi. Bularda hali obzorini topolmadim. Obzor chiqsa, balki shorts videolarda, balki Telegram kanalimda sizlarga ko'rsataman. Va bu sizlar uchun tayyorlangan oxirgi yangilik edi. Albatta video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna qo'ying. Videodagi xatoliklarni ham albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Kelasi videolarda bu xatoliklarni qilmaslikka harakat qilamiz. Men o'zimning Instagram, Telegram va TikTok kanallarimni silkalarini albatta opisiyaga yozib qo'yaman. Kimga qiziq bo'lsa, albatta kirib ko'rishlaring mumkin. Va albatta keyingi video qanday bo'lishini ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlarning fikrlaringiz bizga qiziq. Videodagi qaysi yangilik sizga yoqdi, qaysi yangilikni siz kutyapsiz? Albatta buni ham kommentariyaga yozib qoldiring. Kanalimiz rivoji uchun albatta bu videoni jo'ralarga ham yuboring, verifichilar gruppalarga tarqating. Kanalimiz shunda tezroq ko'tariladi, tezroq ko'proq videolar chiqaramiz. Barchangizga sog'lik va omonlik tilagan holda bugungi videoni yakunlaymiz. Siz Kingfire kanalida bo'ldingiz. Hammangizga omad.